Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Kechmisizlar? Mana harakatga yotuvdik. Kecha Ojirada jon saqlavdik. Bugun mana Allohim yaxshigina havo berdi, yomg'ir uryapti. Yalla. Qozon tovog'imiz tashqarida edi. Suhbat qildik ichkariga solishga. Короче, mana 45 daqiqadan keyin keldik servisga. Kutib turibmiz ochritimiz kelishini. Texas motorga tayyorgarlik. Tak, yangi zimniy rezinalardan qo'ydik. Letoda. Texas motorda o'tishimiz kerak edi. Shuning uchun buni qishga qo'yish kerak edi. Oldini bo'ladi, normal dedi. Endi mana shu fonar yonmayapti, fonarni ko'ramiz. Yamaga kirarkanmiz baribir. Har doim fonar almashtirib, sababi mana rim krilo qimillab o'tgan edi. Uni tortsam ham bari o'ynayapti-da. Keyin mana buni yechib oldimda, mana shu temir tagi rimindan qirqib ana qo'ydim. Bir qavat qo'ydimda, keyin mana bu skobani qo'yib tortdim. Bo'ldi, mana qimillamay qoldi. Fonarda har doim titarganda mana shunda dribjit bu. Bu biratsa bu. Hozirda hali elektrik kelgani yo'q. Fonarni ham almashtirardim. Yoki boshqa joydan qiladimi? Unga shuni qildim hali. Elektrik keldi. Tak, remont qilib chiqdik. Sedloni ham regulirovka qildirdim. Mana bu yerda mana bu bolt bor. O'shandan ko'ryapsizlarmi? Shuncha zazor bor. Sedlo urayotgan edi-da. Uni ham regulirovka qiladigan palis bo'ladi. Palisga shunday svarkalangan bo'lishi kerak. Turba urib, palis tiqadigan proverka qiladi. O'sha narsasi yo'q ekan. Hech kim dedi jalb qilmagan, u narsamiz yo'q. Svarkalab, palisni temirga qilib, keyin regulirovka qildi-da. Xolos kalon bo'ldi, hozir toqamiz, ketamiz. Tak, mana keldik. Sxemasini berdi. Kecha keldik. Yotib qoldik. Hozir bordim. Eveka zavod ekan. Tushuntirib berdi, qayerdan kirish, mana vxod. Mana shunday borib, xolos kalon разбираться qilamiz, kirib sxema bo'yicha boramiz. Mana sxema bo'yicha keldim, pogrushchik boshqa joyga olib ketyapti. Pogrushchik keldi. Men turgan joyga ketdik deydi. Zavod ichida yurimiz aylanib. Ha, mana o'ng qo'lda ramalar ekan. Tak, mana tushirib bo'ldik. Musorlar olib, reminlar joyiga taqdik. Endi ortishga ketamiz. Tak, mana shunaqa kubiklarni ortib oldik. 72 ta. Yana ikkinchi, uchinchi tochkalar bor. Ispaniyaga, Madridga yana. Bitta seksiya joy qoldi-da. Bu Germaniyadagilar sizlar ishlaysizlarmi, yo'qmi? Abitda kirsang ham stoyanka polni, ertalab kirsang ham shunday. Soat mana hozir mana 5:30 bo'ldi. Bir amallab xvosto, ya'ni dumda joy topdim. Bir amallab. Hamma yo'lishga aylanib chiqdim, yo'q, bironta joyda yo'q. Soat nechida to'xtaysizlar Germaniyada yashaydiganlar? Короче, mana ikkinchi tochkada mana shu palet maydigina. Bu 12 kilo ekan. Nima bo'lsa, buncha farsonkalar bizda bosh farsonkalar. Yo'q, farsonkamiz bir plastikni, endi kim bilar. Короче, 12 kilo ekanda. Pandusga haydab borsam shunday qo'liga ko'tarib kelib ortib qo'ydi-da. Hay, ketdik 3-tochkaga. Mana endi 3-tochkaga ketyapmiz. Shu posyolkalar aralayapmiz. Ana Yandex Market bor-ku, o'zimizdagidek. Ana shunaqa joylardan olib ketyapman-da, 10 kilo, 12 kilo qilib. Qishloqdan chiqdik, endi keyingi qishloqqa ketdik. Mana bu yerda kamera yo'q, lekin o't tezlik turibdi. Mana shu qishloqda mashinalar ham shu yerdan chiqdi.
30 tezlikda yuribdi. Biladi o'zi shu yerda kamera yo'qligini. Narushat qilmaydi-da ular. Uysiz zo'ragan hayvonchilar bilan. Mana kamera turgan ekan. Nega ishlayaptimi yo'q? Ishlasa kerak-da. Kameradan keyin ham tez yurgan yo'q. Sekin yuribdi. Shu 30 tezlikda. O'zlari ham amal qiladi-da, boshqalardan ham talab qiladi keyin. Qo'yadi. Mana bu probkamikan deb uzoqdan pоворотdan shunday qarasam, probkamikan desam yo'q. Mashinani shunday qo'yibdi bular. Mana bu stroyka bo'layotgan ekan-da. Hamma o'tkazib yuboramizda. Chiqamiz. Shu 30 tezlikda yuribdi. Sekin. Haydang endi, amak. Kamera yo'q-ku. Mayda mashin kelib qoldi. Danke. Şu BMW-ларni oldiga Через 200 метров поверните направо. Через 200 метров поверните направо. Şu yerden sığmaymiz, narigisidan. Поверните направо. Поверните направо. Подъемga chiqamiz. Balandga chiqamiz. Zavod emas, qanaqadir bir Yandex Marketmi shunaqa dostavka punkt. O'shani olamiz menimcha. Ularni chizib qo'ygandek chiqardi qilib qo'yibdi bular. Mana shunaqa ikkita paletda kardan ortdi. Remenni qo'ydik-da, rezinani qo'ydik tagiga. Bog'lab chiqdik. 3 ta remen bilan. Mana bu o'yinchoqni biz oxiriga qo'ydik. Mana Texas Motor'ga ham keldik. Ana одиночка, keyin mana ura turibdi, keyin men. Anani olib qoldi, texpasportni olib qoldi, mana buni berdi. Kutib turing dedi, ochirib bilan kirasiz dedi. Xo'p deb turibmiz. Endi menimcha kulishni olib qo'yib o'zlari haydasa kerak-da ichkariga. Ko'ramiz. Tag bolalar o'tib oldik akalar. Mana tuf degan qog'ozni ham oldik. Hozir chiqib parkovkaga chiqdim, choy poy ichamiz, dars ketamiz endi. Madrid qaydasan deb Ispaniyaga. Fransiyaga xush kelibsiz. Mana kirdik, birdan anani qilamiz, stranani o'zgartiramiz. Начало strani F. Fransiya. Bu endi Gransiyaga kirgandan birdan trassada to'xtab, обочинаga to'xtab qilishmas, birinchi parkovkagacha yetib olib, o'sha parkovkada smen almashtirish kerak. Tak mana shu Fransiyada yuribmiz. Bugungi hisobidan hozir aytaman 582 yuribmiz, yana 60 kilometr qoldi. Stoyankagacha. Так, где-то 650 yuribmiz. Bu ikkita загрузка, Texas Motor, keyin 650. Normalni yurib qo'yamiz. Nasib inshaalloh endi 50 km, 60 km stoyankaga kirsak-da, damda olib
9 soatdan keyin yana dальше ketsak, oldimizda yana 1400 kilometr bor. Bu yana o'rtacha 2 kunlik yo'l. Yana juma kunga soat 12 ga Madridda Vagurska qilib qo'yibdi. Mana unga menda chorshanba bugun bo'lsa, erta payshanba, juma 2 kun to'liq yurishim kerak. Menimcha shu nashnoga o'tib qolaman u. Shu 9 soat uxlab, ertalab 6 da ochib, keyingisini где-то bir soat 4 larda to'xtasam ham, bir 3-4 da kechasi ochib, xullas kalom o'sha obedga kirib borar ekanman. Lekin ular uzoq vaqt tushirsa, meni vaqtim yetmaydi. Pritsep tashlab chiqib qaytamizda zavodga. Shu bilan dushanbagacha Madridda qolamiz. Ko'ramiz endi. Doim aytgani bo'ladi. Mana shu Fransiyada ham dumdan, nahvastaq deydi-ku, dumdan joy topdik. To'xtadik. Mana yerga birov tiqilsa, oramizda mashina o'tarmikan? Tak, mana bugun ikkita Bagruska Texas motor. Qani kilometraj mana? 633, 634 o'tibmiz-da. Shuncha o'tibmiz. Yurgan yo'limiz, soatimiz, vaqtimiz tahogiri bo'yicha 9 soat 6 minut yuribmiz. 10 soatda ham olib qo'ydik. Tak, oldimizda 1290 kilometr qolibdi. Почти 1300 qolibdi oldimizda hali. Xo'pda akam. Oq yo'l. Mana bitta aka bilan uchrashib qoldik. Bitta aka ketdi mana dalsha ishlagani. 45 minutga to'xtagan ekan. Men dushga ketibman. Kelib nomerimdan tanib qolib, dushga kiretganimda zindan borib qolgan ekan. Indamabdi, dushga kirib chiqarimcha kutib o'tirgan ekanman. Bitta aka ketdi hozir. Tak, bugungi yurganimiz tak, endi kilometraj tak, bugun 706 kilometr yuribmiz. 9,5 soat yurib qo'ydik tahogir bo'yicha. Mana 9:31. Uxlaymiz endi kunduzi. Soat ham 7-8 bo'lyapti. Tak, Madridga xush kelibsiz. Madridda aylanib u tomondan kiramiz endi. Mana akalar, bir amallab tushirdik. Vaqtimiz tugab qolishiga oxiri qolganda boyaga kichkinagina paletimiz bordi, 12 kilo. O'shani hech kim olmaydi, bu yoqdan bu yoqqa futbol qiladi. Oxiri ofisga kelib, qaytadan razbor qilib, o'sha ofisda oldiga qo'lim bilan tashladimda, dokumentni olib chiqib qaytdik. Endi sarakapyatgani qilamiz endi. Hammaga sog'lik, omonlik akalar. Alloh omonat sizlar. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.